أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Xudoyo o'qilgan tilovat Qur'onni bizlardan qabul etgin. Hosil bo'lgan savobu samaratlarni janobi payg'ambarimiz alayhisalom ruhi muboraklariga bag'ishladik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom tufaylilardan tamomiy o'tgan payg'ambarlar alayhimussalomlarning arvohi tayyibalariga bag'ishladik. Payg'ambarimiz alayhisalom oli ashablari ruhi muboraklariga, xususan xulafoi roshidin, azvoj mutahharat onalarimiz rizvanullohi alayhim ajmain ruhi muboraklariga bag'ishladik. Tabi'in, taba'a tabi'in, mujtahidin izom, mashoyixon ru'yiz zamin rahimahumullohlarni arvohi tayyibalariga, shu bizlarni zamonamizga qadar dinimizni salomat yetib kelishligida, sunnatni himoyasida, sunnatni dinimizni yetkazib kelgan ulamolarimiz, domla buvalarimiz, qori buvalarimizni ruhlariga bag'ishladik. Oltiariqda o'tgan Matqosim Qordadamni ruhlariga, Matqosim Qordadamni ustozlarining ruhlariga, Matqosim Qordadamni shogirdlarining ruhlariga. Oltiariqda u kishiga shogirdlar mana Hoshimjon Qorakan bordilar, rahmatli qori dadalari. Shuning atroflarida qancha akalarimiz bor edi. Matqosim Qordadam xizmatlarida, suhbatlarda yurgan. Shularning o'tganlarini hammalarini ruhlariga bag'ishladik. Duoga qo'l ochib turganlar, hammamizdan umidvor bo'lgan barcha ulug'larimiz ruhlariga bag'ishladik. Alal xusus sohibi ehson ochiganmi xonadonlarda umidvor bo'lgan o'tib ketgan marhum ayamiz ruhlariga, boshqa umidvorlar ruhlariga bag'ishladik. Ota-onalar, bobo kalonlar, ajdod va jaddod, xudo anda qavmi qarindosh hamma umidvor bo'lgan mo'min va mo'minotlar arvohlariga bag'ishladik. Xudoya hammalarini g'arik rahmat shoyista jannat qilgin. Bu muborak oyat-i karimalarni sharofatlaridan mehmon va mezbon hammamizga salohiyat, tavfiq va hidoyat ziyoda qilgin ya Rabbi. Xonadonlarimizni obod qilgin. Dunyolik va oxiratlik ishlarimizga rivoj va barakot bergin. Avlodlarimizni musulmoni komil qilgin. Himmat bergin, o'zimizga ham, bolamizga ham himmat bergin. O'zingga bo'lgan muhabbatimiz, payg'ambarimiz alayhisalomga bo'lgan muhabbatimizni sodiq qilgin ya Rabbi. Sadoqatlik bandang bo'lishimizni, payg'ambarimiz alayhisalomga sodiq ummat bo'lishimizni o'zing hammamizga nasib qilgin ya Rabbi. Bo'layotgan ishning oqibatini xayriyatli qilgin. To'yning sohibalari baxtli, saodatli bo'lib, kuyovto'ra ukamiz bilan
shirin hayotlar kechishlarini Xudoyo o'zing nasib etgin. Umrlarini uzoq, rizqlarini ulug' qilgin Parvardigor. Qudalarni doim ittifoqlikda, xursandchilikda, salomat yaxshi yurishlarini, xursandchiliklarda doim birgalashishlarini o'zing nasib etgin ya Robbi. Qilgan nasihatlarimiz, din uchun, millat uchun, vatan uchun qilgan g'amxo'rliklarimizni Xudoyo o'zing xalqqa ta'sirli qilgin. Xalqimizga shunaqa bir vatanparvarlik, millatni sevish, millat g'ami, xalq g'ami, din g'amida yashashni xalqimizga nasib qilgin ya Robbi. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.